Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun takroriy o'yinlarni ko'rib chiqamiz. 30:04. 30:04. Tur 11 bor ekan. 4taga 4ta. Ochini ko'rib chiqamiz. Qani o'yin nima bo'lgan? Demak, maqsad Dolgulurda Urug, Yerabor, Uragan, Aratvaynda, Pikoni rangidan taniymiz, sariq. Mordirda, Ryzen bu yoqda, iPhone, Istri, Alfa o'yinchi, Istri Gondirda, Gaga brat bo'lsa kerak, rangidan taniyman Gaga bratni ham. Gagarin. Demak, o'yinchilar reset kursdan boshladi. Kim birinchi Vice'ga chiqaradi, ko'ramiz. Demak, qarab. Kim edi bu? Uragan ekan. Piko. Bir daqiqa. Demak, Istri. Istri'da chiti bor. Istri'ning chiti bor, har doimgidek. Demak, Istri birinchi Vice'ga chiqaryapti. Bu Istri ikkinchi Vice'ga chiqaryapti. Bu yoqda Ryzen. Demak, Ryzen'da ham chit bor. Bugun chiterlarni ko'rib chiqamizmi deyman. Demak, Istri birinchi bo'lib hujumga o'tyapti. Guruhga. Bu yerda maqsad Vice'ga chiqaryapti. Demak, Istri hujumda. Bu yerda Istri Barka hujum qilyapti. Demak, guruh himoyada. Guruh qo'shin chiqardi. Bu yerdan Piko qo'shin chiqardi, Mordor qo'shinlarini chiqardi. Bu yerda Uragan. Bu yerdan maqsad Istri'ni quvlayapti. Istri qimmat resurslarni uryapti. Ustaga harakat qildi, qochyapti Istri oldi, qo'shini. Menimcha qo'shin yo'q bo'lib ketadi. Qochib qutula olmaydi. I bring warriors from the tribes of Harondo. Bu yerda Istri maqsadga hujumga o'tmoqchi. Demak, Ryzen bu yoqda hujumga o'tib ketdi. Ryzen hamda Kayfun yordamga keldi Ryzenga. Hozir 2-1 hujumda. Demak, Uragan himoyaga yetib keldi. Uragan himoyalanyapti. Qoyil. Istri baribir saqlab qoldi o'yinchilarni. 2 dona bo'lsa ham. Juda aqlli o'ynaydi. Bu yerda maqsadga hujumga o'tdi. Maqsad himoyalanyapti.
Urug' himoyada yaxshi. Demak, Istrina qo'shini yengilyapti hozir. Bu yerdan Gagarinlik yordamga keladi Istriga, yana chekindi orqaga. Bu yerda Pikoga qattiq hujum qilishyapti hozir. Headhunters. Tayfun bilan Ryzen qattiq hujum qilishyapti hozir. Bring warriors from the Piko tribes of himoyada. Demak, Uraganni armiyasi yengilish arafasida turibdi. O'qoshsa ham bo'lardi, o'qoshmadi. Piko arzon armiyalarda kuchi yetmayapti. To'q himoyalanyapti. Demak, Istri uje geroy chiqaryapti. Birinchi bu geroy chiqarilganlardan menimcha. Yo'q. Gaga bratam nima chiqargan? over there. Geroy chiqargan. Demak, Istri yana hujumga o'tyapti. Kimga? Maqsadgami? Yo'q, Brukka hujumga o'tyapti hozir. Bu yerda hali Piko himoyada. Piko o'zini himoya qilyapti. Troll naydalardan qochib yuribdi. Bu yerda geroy bor. Demak, Istri hujumga o'tdi hozir Brukka. Endi buni o'ng chap deymizmi? O'ng chap olamiz. Mana shu o'ng chap bo'ldi-yu. O'ng chap bo'ldi menimcha. Ya, bu noqulay. Hozir noqulay ekan. Tepa past deya qolamiz. Hozir pastda Ryzen Pikoga hujumga o'tyapti. Demak, Ryzen chekindi. Tayfunmidi bu? Kayfun ekan, Tayfun demak Pikoni bazasiga joylashyapti. Ryzen ekan, kechirasizlar. Demak, Piko Ryzen'ning adabini beryapti. Hozir bu yerda maqsad Gagaga hujumga o'tyapti. Gaga himoyada. Bu yerdan Bruk Istriga hujumga o'tib ketdi hozir. Uragan yordamga kelmayapti. Juda sekin harakat qilyapti. Pikoga yordam kerak. Piko bu yoqda 2 ga 1 chiqyapti hozir. Yaxshi o'ynayapti Piko. Demak, Bruk va Istri to'qnashuvi. Menimcha gnomlar kuchliroq yo'qdi. Istri chekinyapti. Maqsad bu yoqda Gagaga hujumga o'tgan. Nekro. Tepada ayovsiz jang ketyapti hozir. Demak, Istri yordamga yetib kelyapti hozir Gagaga. Demak, Nekro. Yaxshi, Nekroni saqlab qoldi. Demak, bu yoqda Ryzen. Yana Ryzen. Yaxshi. Uragan fillar bilan yordamga yetib keldi. Endi menimcha hammasi yaxshi. Pikoda hammasi yaxshi. Bu yerda Gaga hujumga o'tyapti. Nekro yengildi. Maqsadga yordam kerak menimcha, lekin birga bir usti bo'ladi. Faqat resurslarning oldiga borish kerak. Guldur Vayskasini joni ketib qoladi. Tezlikdan uzoqlashsa. Demak, bu yoqda Piko yaxshi. O'zini o'zi himoyaladi. Demak, bu yoqda Uragan fil bilan hujumga o'tyapti. Demak, Ryzenga himoyaga Kayfun yetib kelgan.
Demak, fil ag'darishdi. Voh! Fil ham zo'r yiqildi lekin. Bu yerda Ryzen olib qochyapti hozir geroylarini, qo'shinini. Demak, resursga hujumga o'tishdi. Demak, Istri bilan Bruh yana to'qnashuvi. Istri bilan Bruh to'qnashuvi. Yarim armiyasini yo'q qildi hozir Istri. Demak, Istrining kiti bor. Qo'shin qolib ketdi bu yoqda, menimcha. Yaxshi, Geroyni qaytaryapti orqaga hozir. Bruh. We ride with Suladan. Demak, Durin davrida o'ynayapti menimcha. Buloy. Bu yerda maqsad bilan Gaga birga bir qonli olib ketyapti. Negro yo'q, qo'shin juda slabi. Qo'shin juda kuchsiz. Gaga bilan hozir bazasiga chekinyapti. Bu yerda Piko qo'shin yiqqan. Yaxshi. Uragan nega yordamga bormayapti? Uragan Bruhga yordamga borish kerak edi, lekin o'rniga maqsad kelyapti yordamga. Bu yerda silani kim tashladi hozir? Istri sila tashlayaptimi? Maqsad sila tashladi. Ular adashibman, guldur bo'rilari. Maqsad sila tashlayapti. Demak, bu yerda Istri yana bir qo'shin bilan yetib kelyapti. Demak, bu yerda 2 ga 1 jang ketyapti hozir. Demak, Istri chekindi. Istri chekinyapti. Men, disengage. Bu yerda hozir Tayfun Istriga yordamga keldi. Hozir Bruhga hujumga o'tmoqchi menimcha, lekin to'xtadi. Bu yoqda Gaga maqsadga hujumga o'tdi. Negro 3-levelda. Leveli ko'tariladi hozir joyida. Yaxshi. Demak, Gaga chekindi. Bir deganda 6 ga ko'tarilib oldi. Yaxshi. Bu yerda demak Piko hujumga o'tdi Ryzenga. Ryzen trollarni mo'ljalga olyapti hozir. Piko Ryzen qo'shinini yengib qo'ydi. Bu yoqda demak Bruh aravasi ketdi. Bu yerda Guldur va Gondor jangi unga olib bo'lyapti. Bu yerda Uragan yordamga yetib kelyapti hozir. Kechirasiz, Kayfu yordamga yetib kelyapti. 2 ga 2 jang ketyapti bu yoqda. Hozir Piko Ryzenga qarshi, Uragan Kayfunga qarshi. Demak, Uraganning qo'shini deyarli yengildi. Tozalab tashladi deyarli. Bu yerda esa Ryzen qo'shini yengilyapti. Birga bir qolishyapti hozir. Piko bilan Kayfun birga bir qolishyapti. Demak, bu yerda Gondor bilan bu maqsad bilan Gagarinlik birga bir faqat tomosha qilib turibdi bir-birini hozir. Qo'rqoq oldin mush ko'tarar bo'lyaptimi deyman. Demak, bu yoqda Piko chekintiryapti hozir qo'shinini. Demak, Kayfunni geroyini yengdi hozir. Andor archers report. Piko armiyasini saqlab qolish kerak. Demak, bu yoqda Uragan yordamga yetib kelyapti hozir qo'shini bilan. Yaxshi. Uragan yordamga yetib kelyapti. Bu yoqda Gagarinlik maqsadga qarshi hujumga o'tyapti. Bu yerda Andor spearmen Kayfun hujumda.
Ryzen bilan Kayfun hujumda Piko'ga bu yerda 2 jang ketyapti hozir. 2 kishi himoyalanyapti hozir. Uragan bilan Piko birgalikda himoya qilyapti bazasini. Pikoni bazasini, demak, Istri bu yoqda yurish boshladi hozir Brukka qarab. Bu yerda Gagarinlik bilan Piko yaxshi. Nekroni leveli 7 ga ko'tarilibdi. Demak, Istri hujumga o'tyapti Brukka. Demak, guruh bilan Istri birga bir jang qilyapti bu yoqda. Menimcha guruh qo'shinini yengib qo'ysa kerak. Maqsad bu yoqda Gagarinlikka hozir chekinyapti. Gagarinlikka hujum qilyapti. Maqsad menimcha bazasiga kirib ketadi. Ancha bazasiga ichkari bostirgan. Demak, Istri chekindi. Lekin sababi Our spears are pledged to qo'shinni Zuladan. ayadi Istri. Marksmen of Zuladan, here. Maqsad bu yoqda yaxshi. Maqsad Gagarinlik qo'shinini yengdi hozir. Bu yerda Piko Risingga hujumga o'tyapti hozir. Uragan himoyaga, menimcha Uraganning qo'shini yengilgan. Uraganning deyarli qo'shini yo'q. Yaxshi, 2 ga 1 qolyapti hozir bu yerda Rising. Here at your call. Nega Maqsad oxirigacha bormadi hozir? Oxirigacha borish kerak edi. Hali Gagarinlikda qo'shin kam edi, endi chiqaryapti hujum. Hozir qo'shinni yana kuchaytirib oladi. Istri qimirladi. Istri menimcha guruhga hujumga o'tyapti. Bu yerda Claim it for the king. bayroqni olyapti hozir. Sentrga qo'lga kirityapti. Guruhda juda ham qo'shin kam. Chekindi. Guruh qo'shinni olib qochdi Qo'roqqa. Demak, guruhda deyarli armiya yo'q deyarli. Demak, bu yoqda hozir Uragan Kayfunni bazasiga qarab hujumga o'tib ketyapti. Bu yoqda Piko Ryzen bilan birga bir jang qilishyapti. Uragan yaxshi fillar bilan hujumga o'tyapti. Bu yerda Istri guruhga qarshi hujumga o'tyapti. Bu yerda Gagarinlik otliqlar bilan yetib keldi hozir. Otlarni berib yubordi-da. Nayzalarga berib yubordi. Demak, Istri. Bu yoqda Istri mayda hujumlar bilan kelyapti Istri. Bu yerda hozir Ryzen yengilyapti. Ryzenga juda qattiq hujum bo'lyapti hozir. Piko bilan Uragan Ryzenni savalyapti hozir. Qattiq jang ketyapti bu yerda. Menimcha Ryzenni birinchi chiqarib yubormoqchi. Our spears are Piko pledged to qo'shinlarini Zuladan. jo'natyapti hozir. Lekin elita armiyasi yo'q. Deyarli kazarmasi ham 2 dona. 3 dona trollar bilan hisoblaganda. Demak, bu yerda birga bir Istri bilan guruh o'rtasida jang. Maqsad sila bilan yordamga keldi. Bu yerda Maqsad Gagaga hujumga o'tgan tepada. Voy. Saqlab qolarmikan Nekroni? Nekroni saqlab qol. Yaxshi. Demak, bu yerda Uragan bilan Piko hujumi. To'g'ri Risingga ketyapti. Istri yengilyapti guruhga va Istri chekindi, qochdi. Istri chekindi, guruh hujumni davom ettiryapti. Gagarinlik bazasiga chekintirdi otlarini ham. Bu yerda Maqsad kirib boryapti hozir Gagarinlikka qarab. Nekromancer jonini to'ldirib oladi. Bu yerda guruh kirib ketdi hozir. Istriga hujumga o'tib ketdi guruh. Yaxshi bu yerda.
Uragan bilan Piko hujumi. Ryzen'ni ancha joyini territoriyasini egallab qo'ydi. Qo'shinlari oqib kelyapti bu yoqda. Elita trollar ham chiqqan hozir bu yerda. Bu yerda maqsad Gagarinlikka yengib qo'ydi. Yordamga hech kim kela olmayapti. Istri yordamga yetib kela olmaydi. Menimcha Istri yordamga bora olmaydi. Chunki o'ziga hozir yordam kerak. Bu yerda Bruh hujumga o'tyapti hozir. Bruh ozgincha qo'shini bilan hujumga o'tyapti. Istriga qarshi, demak, aravalarga hujum qilmoqchi. Sila, maqsad Sila bilan yordam berib yubordi hozir. Bruhga Sila bilan yordam berib yuboryapti hozir Maqsad Gagarinlik o'yindan chiqaryapti. Demak, Gagarinlik ustani olib qochyapti Istri tomonga. Istriga emas, shu bilan menimcha kayfunga oboraverish kerak. Istri ham pishib turibdi hozir. Maqsad bilan Bruh juda zo'r kelishib hujum qilishdi hozir. Maqsad bu yerda Gagarinlikni yengdi. Piko bu yerda Ryzen'ni Toversiga hujumga o'tib ketdi. Demak, hatto Istri Ryzen Gaga juda g'alati mag'lubiyat bo'ldi. Bruh hozir Bruh Istri bilan birga bir qoldi qo'shini bilan. Gimli Sila ishlatyapti. Maqsad Bruhga yordamga yetib keldi. Menimcha hal bo'ldi hammasi deb o'ylayman. Bu yerda Piko bilan uragan Ryzen'ga hujumda juda zo'r. Juda qiziq o'yin bo'ldi hozir. Istri yengilyapti. Istrini o'yindan chiqarishdi. Qoyil maqom jang. Deyarli hal bo'ldi desa ham bo'ladi. Qandaydir ham g'alati. Juda erta yengib qo'yishdi hozir. Bu yerda maqsad ham o'z vaqtida Bruhga yordam berib turdi. Juda kerakli paytda. Lekin Istri yordam ola olmadi Gagarinlikdan. Chunki Gagarinlik maqsad bilan birga bir ozroq yetmadi. O'zidan ortmadi to'g'rirog'i. Bu yerda hozir Bruh to'g'ri kayfunni Toversiga kirib keldi. Menimcha Tovers uradi. Toversiga hujumga o'tyapti. Gagarinlik bu yerda himoyalanyapti. Demak, kayfun ham o'yindan chiqib ketdi. Bu yerda faqat 2 ga 4 qolishdi hozir komandalar. Maqsad oxirigacha Gagarinlik o'yindan chiqaryapti hozir. Bruh kayfuni ham o'yindan chiqarib yubordi hozir. Ryzen'ni deyarli yo'qotib qolmadi. Bu yerda uragan hozir hujumga o'tdi Ryzen'ga otlarda. Bu yerda elita otlari bor. Bu yerda Piko qo'shin bilan yetib keldi. Sila bilan himoyalanyapti Ryzen. Endi kech uragan otlarni yengdi. Kech Lost. Vichking ham ketdi. Lekin Vichking
Sekin sila yoqib ketdi. Endi arvohlarda ham Piko boshqarayotgan bo'lishi kerak. Ha, Ryzen'ning geroyi Aragorn. Aragornni arvohlar yuribdi. Bu yerda Ryzen'ga qarab hujum bo'ldi. Demak, Gagarinlik ham o'ynab ketdi. Uni ko'rmay qolgan. Lord of Waves. Radiance, move out! Va o'yin tugadi. O'z nihoyasiga yetdi. Qoyil. Juda kuchli o'yin bo'ldi. History'ning mag'lubiyati bilan tugadi o'yin.